Komol Oripova byudjet sentriga hali 1 yil ham to'lmasdan o'rtoqlar, men yangi ishlarimni yanada yangi ishlarga almashtirdim. Bunda bizga zamon eshiklariga yordam berishdi. Sifatlari a'lo darajada, dizaynlariga alohida o'zingizlar baho berishingiz mumkin. Sizlarni eng qiziqtirgan tomoni bu eshiklarimizni narxlari. Narxlari suv tekilligi uchun ko'zimni yumib 14 ta yangi eshigimni yanada yangi, modniy, kreativniy va bizani interyerga mos eshiklarga almashtirdim. O'zbegimning eng sevimli mashg'ulotlaridan biri remont qilib, uy olib, uy alishtirish. Unda bizani dizaynimizni, interyerimizni ochib beradigan narsa bu albatta eshik bo'ladi. Eshikni siz xohlagan rangda, siz xohlagan materialda, siz xohlagan didda, siz xohlagan razmerda yasab berishadi. Zamon eshiklarini основатель Ulug'bekka bir ikkita savollarim bor. Eshitishim bo'yicha Ulug'bek, men o'zim Instagramda reklamada chiqishganda ko'rganimda aksiyaga ko'zim tushgan. Joy remont qilayotgan odamga $1 ham pul, 1 so'm ham pul aksiyalarni ko'rib yugurib borib olganman. Mana shu 4 ta xonamga eshik uchun borganman. Va to'g'ri 14 ta xonaning eshigini alishtirdik. Nima uchun bunaqa aksiyalar qilasiz? Sababi nima? Xalqimizga manfaatli bo'lsin deymiz. Birinchi maqsadimiz shu, ikkinchi maqsadimiz esa hammaga yetdim, qo'ldan kelgancha kelishtirib beramiz. Xudo xolasa, Dang'alam uchastkani qurganimizda ham sizga murojaat qilamiz. Hammalarga tavsiya qilib qolaman. Hammani kutib qolamiz, kelaveradi.